darsni boshladik. AIga berayotgan kontekst bilan o'zimiz maksimal tanish bo'lishimiz kerak. Biron bir so'zni ma'nosini AI tushunmasa bizdan so'raydi odatda. O'sha moslashayotgan kontekstga moslashayotgan paytda savollar bo'lsa so'raydi. O'sha paytda bemalol javob bera olish kerak. Hop, mana internet yuz tutayotgan global muammolarga me'morchilik, arxitektura va qurilish sohalarida innovatsion yechimlar bilan ko'mak berish. Suv tanqisligiga misol uchun qanaqa yechim bera olasizlar degan savol. Suv tanqisligi asosan Falif sistemasini oddiy tabiiy yomg'irlar bor-ku, tabiiy yomg'irlarni tomdan yig'ilib yoki umumiy landshaftlardan kelayotgan yomg'irlarni hammasini bitta joyga yig'ish. Bitta yo'nqisda yer ostida yig'iladigan joylar bo'ladi. Yer ostida suvlarni zaxira qilib qo'yiladi. O'sha har bitta yomg'ir yog'gan yomg'irdan anaqalarga yig'iladi, sklad anaqasi bo'ladi. Yo'nqislar bo'ladi. O'shalar orqali Faliflarga anaqalarga oddiy ichimlik suv emasdi, yomg'ir o'zidan foydalangan holatda bo'ldi. Zo'r, tushundim. Farqi kontekst tayyormi sizda? Ishni anaqasi tayyor, hozir qancha gaplasha olmayman, bittadan o'qib o'tirdim. Ishlarni birinchi, ikkinchi qadamni etapini qildim. Hop, sistem prompt bilan shu ma'lumotlar bazasini tashlaydi. Ko'raylik. Assalomu alaykum. Assalom. suv tanqisligi shu keyin misol uchun kanalizatsiyadan chiqayotgan suvlarni ham o'zi filtrlab, yana shu kanalizatsiya orqali ham nima deydi? Unitaz orqali tushirib ishlatish. Tushundim. Ya'ni unitaz uchun alohida o'zini filtri bo'ladi-da. Misol uchun o'zini filtrlab, maydalab, suvni ajratib, suvni yana o'zini xlorlab, tozalab, yana qayta shu unitaz anaqasiga pochogiga tashlaydi. Zo'r. Buning uchun pastda bitta alohida baribir yo'nqis filtr nimalar bo'ladi. Podvolda yo'q bo'lmasa yer ostiga ko'milgan filtrlar bo'lishi kerak. Dahshat. Mana shuni o'ylab yurardim, shunaqa yechim qilsa bo'lmasmikan debdi. Bunaqa yechimlar o'zi bor, bizda qilinmaydi. Qimmatroq yechim bo'ladi mana shunaqa deydi. O'zi ham chetroq viloyatlarda o'zi shunaqa yechim qilishadi, qishda qor yog'ganda suvni olib qo'yishadi. To'plab, suvni qanaqadir bochkalarga pastga yer tegadigan anaqalarga to'plab qo'yishadi-da. Keyin o'shandan foydalanishadigan yechimlar bor o'zi. Ichimlik suv uchun bo'ladi. Tushunarli, shuni yozib qo'ydim. Zo'r. Men o'ylayman, bu damni qurasizlarmi? Nimadan? Dam emas. Endi hammasi uchun emas, misol uchun iqlim o'zgarishiga slishka isib ketadigan paytda o'zi bunaqa yechimlari bor. Bino quyoshga qarab qo'ygan bo'lsa, qanaqadir jalyuzilar, metal jalyuzilardan foydalanib, quyosh nurini kamaytirish. O'shalar bor. Keyin energiya inqirozi, misol uchun, energiya inqirozi bo'lish uchun shu binoni o'zidan shu anaqa solnechniy panellarga ishlatib dizayn qilish. Faqat tomiga emas, fasadiga ham moslab ishlash. YouTube'da ham qayerdadir ko'rib qoldim, uyga podvoldan turbalar olib chiqqanda, fotobot turbalar havo o'sha yerda almashar ekan, qishda issiq yoki sovuq bo'ladi yani. Shunaqa ham bo'lsa kerak. Unaqa yechimlar ham bor, anaqa energiyani tejaydigan yechimlar. Tushunarli. Mana endi tushundim. Mashinga zo'r bo'lar ekan, qarang. Muroq aka, har bittasiga mana shu aytdingiz-ku. Tavsiflarni berib ketilsa, AI vaqti zo'r tushunadi. Maza qiladi. Mana hozir eshitib maza qildim to'g'risi. Asosiy ustuvor vazifalar sohada energiya va resurslarni ko'rsatmagan joriy etish. Yoki mana masjidga qo'shsa ham bo'lsa kerak. Inson xavfsizligini mustahkamlaydi. Yuksaltirish. Xalqaro loyihalar buyurtmalar hajmini bosqichma-bosqich oshirish. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r.
aka yaxshimisiz? Yaxshi emasmi? Ha. Misol uchun inson kapitalini rivojlantirish degansiz, dom quruvchilarni misol kapitalni rivojlantirish haqida gap ketyapti menimcha. Dom yoki shu megapolis quruvchilarni yo boshqa bir sharhi ham bormi bunda? Ya'ni 7 yilga qo'yilgan strategiya loyihasi amalga oshirish bosqichlari. Mana birinchi bosqich inson kapitalini rivojlantirish. Nima nazarda tutilyapti? Kompaniya qadriyat va falsafani shakllantirish. Bu inson kapitali mana shu xodimlar bo'yicha manimcha bo'lsa kerak. Xodimlarni urovini yuqorilashtirish, hayot tarzini aniq qilish muhim darajada. Zo'r. Bu o'shani bo'lmasa, misol uchun sharh bilan bo'lsa zo'r bo'lardi. Kompaniya qadriyati va falsafasini shakllantirish deyilganda, lekin misol tepada mana kompaniyani oliy maqsadi bo'lsa, ustuvor vazifalar bor ekan. Qadriyat falsafasini shakllantirish. Yoki bunga ham bitta nima kerak ekanda? Tavsif kerak ekan. Misol uchun kerakli narsa, zo'r narsa, qadriyati, oliy maqsadi, falsafasi kompaniyani. Lekin qanaqa bo'ladi u narsa? Agarda shunga yechim bo'lmasa, misol uchun rahbariyat bilan maslahatlashib, bunga yechimimiz yo'q deyilsa, AI bilan shuni maslahatlashib ishlab chiqsa ham bo'ladi. Mana shuni ham bir yozib qo'ysangiz ham zo'r ish bo'lar ekan. Rahmat. Anaqa Alisher aka aytib beruvdi-da, Sayf. Mana bu Namanganda anaqa bor edi, Samo degan tekstil. O'shalarning oliy maqsadi nima deb o'ylaysizlar? Tekstilni anaqa ular. Oliy maqsad. Ya'ni hamma kompaniyaning oliy maqsadi o'zining ishiga bog'liq bo'lish shart emas deb aytuvdilar, ana maqsad qo'yayotgan paytda. Odamning o'zining maqsadi bo'ladi, kompaniyaning ham maqsadi bo'lsin va xodimlar o'sha maqsad uchun kurashsin. Degan nima bo'lgan edi? Treninglarda aytuvdilar. O'sha Samo kompaniyasi o'zi aka-ukalar asos solishgan ekan. Rossiyada oddiy qo'pol qo'ysa gastrobayter ishlab yurishgan ekan. Keyin yosh katta o'zbek onaxonli ko'cha supurib yurganini ko'rib, qaytamiz deb biz katta tekstilni nima qilamiz deb onalarimiz, opalarimiz o'zimizda ishlaydi, pul topishadi deb nima qilishgan ekan. Ya'ni o'zbek ayoli chetda xor bo'lmasin degan oliy maqsad. Zo'r nima qo'yishgan ekan. O'shani aytib beruvdilar, odam ta'sirlanadi. Ya'ni kompaniyani biznes nimasiga aloqador bo'lish shart emas. Hop. Biznesni tizimlashtirish. Buni endi AI bilan birgalikda qilamiz. Buni tavsifini so'rab o'tirmaymiz. Shuning hop frilanser xizmatlaridan foydalanishning birinchi bosqich faoliyatini yo'lga qo'yish. Mana shunga nima kerak ekan? Masalan, frilanser sharh kerak ekan. Birinchi bosqich faoliyatini yo'lga qo'yish. Har bir bo'limni yillik operatsion strategiyalarini ishlab chiqish. Buni billa AI bilan ishlab chiqish kerak. Bu menimcha yo'q ham bo'lsa kerak o'zsizlar, adashmasam. Ham yana so'rab ko'rish kerak. Bo'lsa zo'r. Yo'q, shu anaqada o'zi Bittrex u anaqa bo'lmasa kerak. U tizim bo'lmasa kerak hali yaxshi. Yo'q. O'zi qanaqa qilgan eng zo'r variant desa, bitta mukammal zo'r strategiya ishlab chiqish kerak, operatsion strategiya va o'sha strategiyaga asoslangan dastur yozdirishlik eng zo'r yechim. Ya'ni tayyordan foydalanishmasdan o'shanga asoslangan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Xuddi ana kiyimda o'zingizni razmeringizni olib kiyim tiktirgan boshqa, anaqalarda massiviy chiqqan kiyim olib kiyish boshqa-yu. O'shanga o'xshash. ITga asoslangan boshqaruv nazorat tizimi bosqich o'zi ancha nima qilib qo'ygan ekansizlar-yu. Yaxshi. Ya'ni sizlarda shu mana hozir qilayotgan proyektimizga talab bor ekan o'zi. Bor. Shunga kelib taqilgan ekan. Yirik qo'yilmalar bilan ishlash. Zo'r. Mahalliy xalqaro man zo'r. Kimda yana mana shunaqa nima bor o'zi? Kompaniya tarafidan tuzilgan bir hujjat deydimi? Tayyor shablonligi bor ekan. Hozir maza qilishliklar bilan hozir.
2026-yil. Mana hozir mana shu hammasini ko'rib o'rganib chiqyapman. Ba'zi bir joyga sharh kerak bo'lib qoladi, ba'zi bir joyni olib tashlash kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun yaxshilab ko'rib olinglar. Ovoz ham yozilyapti, video ham zapis ketyapti. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va brending. Inson kapitali. Har bir bo'limni yillik aplanadi. Bu har yil bo'yicha. Har 2 yil yangi ilm-fan va biznes. Startap loyihalarini moliyalashtirish. Kichik venture kompaniyasini tashkil. Rahbariyatga gap beragan. Ya'ni yaxshi kompaniya brendini xalqaro bozorga olib chiqish. Misol uchun ko'p davlatlarda urushyapti, misol uchun Ukrainada, misol boshqa joylarda. O'sha joylarga borib, nega o'zbek borib qurmasin? Yaxshi, zo'r. Misol turklarga bizda ham quradi-yu. Nega o'zbek borib qurmasin? Yaxshi, zo'r. Organik boshqaruv kompaniyasi. Mana shu misol uchun mana shuni ham aniqlashtirsa yaxshi bo'lardi. Organik boshqaruv kompaniyasini shakllantirish deganda nima nazarda turilmoqda organik? Menga mavhum mana shu bandi. Yangi zamonaviy shaxsiy arxitektura va dizayn konsepsiyalarini yaratish va amalga oshirish. Ya'ni bu avtorskiy arxitektura dizayni, to'g'rimi? Men to'g'ri tushunmayman. Yaxshi, zo'r. Xalqaro qarang, mana zo'r. Global strategiya chiqish asosida xalqaro miqyosdagi Revent Global arxitektura va qurilish kompaniyasi transformatsiya qilish. Mana shu narsalar bor, qarang, ajoyib. Proyektga qadam tashlab qo'yilgan ekan bo'ladi. Lekin katta ehtimol bilan hozir misol uchun rahbariyat chaqirib o'tkazsak, mana shu narsani xohlashyapti, lekin nimadan boshlash kerakligini bilishmaydi. To'g'ri? Shuni AI bilan qilsa, juda zo'r rezultat bo'ladi. Zo'r. Hop. Bu marketing, buni ko'rdik. Yaxshi. Hop, struktura. Bu prezentatsiya menimcha. Prezentatsiya anaqa. O'sha kompaniya ta'sischi, ichki sifat nazorat departamenti. Demak, ichki sifat nazorat departamenti SEOdan yuqori turar ekan. Moliya departamenti. Zo'r. Studiya. Dahshat, mana shu narsalar kerak. Bo'limda bo'ldi. Kechagi darsda shuni kutgan edim-da. Studiya rahbari vazifalari. Zo'r. Bo'limda vazifasi. Hozir bo'lmasa-chi, mana qilsa-chi. Ya'ni Ibrohimga qarshi bo'lmasangiz, mana shu proyektni o'zimda ochib, mana shu proyektga moslashtirib prompt yozib, hammaga ko'rsatamiz. Bo'ladimi? GPTda Raven degan nima ochib qo'yamiz. Proyekt. Misol Raven to'g'ri yozdimmi? Shoy. Soching deylik. Aksessuarga aloqador model yozdim. Mana shunaqa qilib olaylik. Proyekt. Pomochni to'lqinli proyektdan tanlaymiz, uni hamma biladi o'sha. So'z proyekt. Proyekt yasalindi. Hop. Kechagi yozgan qisqacha nimangiz ham bor edi-yu. O'shani ham yuboring-da hozir.
источникka yuklaymiz. Dolimiz. Struktura. Strategiya. Marketing. Hop, hozir hamma tushunyapti. Nima haqida gap ketyapti, nima bo'lyapti. System promptingizni ham yuboringda. Uyga vazifaga tashlab. Buni ham MD'ni ham yuklab qo'yamiz. Bu ham kerak. Shart MD'ni ichida sistem. Buni ichida mana. Hop. MD. System prompt olamiz. Kerakmasmi? Bu yoqqa haligi nimani ham kirib qo'yamiz. MD'ni. Qanday aytib qo'rsam? Relevant strategiya. Nimada? Relevant chiqib olamiz. Relevant strategiya. Shunisi-da. Zo'r. Hop, promptingizchi sal ustida ishlab olish kerak, sayqal berib olish kerak. O'shaning uchun biz buni super prompt checkerga tashlaymiz. Checkersam. Keyin qaranglar, e'tibor beringlar. Flashda turmasin-da. O'zi flashlight, ya'ni o'ta tez javob beradi, lekin chuqur o'ylanmaydi. Bu o'rtacha 3.1 Pro kattaroq vazifalarga va уровень рассуждения, ya'ni fikrlashini расширенный, ya'ni yuqoriroq qilib qo'yganimiz yaxshi. Pro versiyada, to'g'rimi? Yo'q, menda bepul versiyada. Bepul versiyada. Hop. Ushbu promptni check qil deyishim ham shart emas. Promptni o'zini tashlasam, baholab, tekshirib beradi. 9dan 10 baho qo'ydi. Bu tekst formatda javob berish kerak edi. Smaylik dermidi, nima derdi uni otini? Ikona dermidi. Ushbu masalani flash o'tib qoldi. Hozir o'zi to'g'ri beryaptimi yo faqat kamchilik joyini aytadi? Bu tepada kamchilik joyini aytdi va optimizatsiya qilib berdi. 9dan, ya'ni yaxshi yozilingan dedi. Hop. Siz yirik korporatsiya uchun ishlab chiqilgan yuqori darajali avtonom biznes agentisiz. Siz oddiy chatbot emassiz. Sizning kompaniya raqami bor. Bosh maslahatchisi va strategik miyasiz. Sizning missiyangiz kompaniyaning 5 asosiy yo'nalishlari. Bu yerda yana qarang. Eskisi ekan. Moliya, falan bo'lib ketib qo'ygan. Kerak bir xil nomini olib qo'yibdi, ya'ni eskisi yangisi. Sinab ko'ramiz. Sinov manbalarni tahlil qilgan holda, chuqur deylik. Chuqur tahlil qilgan holda system prompt yozib ber deymiz.
super system prompt yozib ber. Ya'ni sizni kompaniyangizdan kelib chiqib yozib berishga harakat qiladi. System prompt vazifasi deymiz. Kompaniyani strategik boshqaruv jarayonida professional SEO va tajribali COO sifatida fikrlab kompaniyani strategiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish deymiz. Hop. Mana shu bo'lsa kerak, vaqtni ko'raylik. Xuddi shuni, misol uchun super prompt checkerni ham tashlab ko'ramiz. Bu anaqa eskisi-ku. Yengil olishingiz kerak. Pro'ni расширениясini tanlaylik. Mana zo'r yozdi. Mana shu yoqdi. Mana qaranglar. Bu hozir nima qildi? Yuklanilgan manbalarni tahlil qildi. Revent uchun oddiy strategik maslahatchi emas, balki founder, ya'ni ta'sischi urvinidagi SEO, Scale Up SEO, strategik arxitektor rolini bajaradigan AI kerakligi ko'rinadi. Manbadagi asosiy qatlamlar: global missiya va oliy maqsad shu joyda yozilinganligini o'qib chiqib tushundi. Hozir hamma tushunyapti. Shunaqa qilishinglar kerak. Ya'ni real kesda, real misolda, real kompaniyada ko'rsatamiz. Transformatsion strategiya, tashkiliy tuzilma va boshqaruv modeli, operatsion jarayonlar va SOPlar, BM engineer falan bu nimaligini bilmayman o'zim ham. Shu asosida quyidagi existing strategik system prompt ishlab chiqildi. Revent strategik SEO system prompt roli. Sen o'sha professional strategik operatsion sistem va simulation mashina tarjima qilaylik. Men taxminan tushundim, lekin sizlar ham tushunishinglar shart. Siz bir vaqtning o'zida quyidagi vazifalarni bajargan elite strategik operatsion tizimsiz. World class SEO, ya'ni dunyo miqyosidagi SEOsiz. Experienced SEO, ya'ni tajribali SEOsiz, ya'ni bu operatsionlarga qaraydigan nima? Xodim. Korporativ strategiya tuzuvchi, management konsultant, organizational architector, ya'ni tashkiliy me'mor. Business transformation leader, ya'ni biznesni transformatsiya qiladigan lider. Innovatsion direktor, ya'ni performance management expert rolidasiz deb qaranglar. Bir vaqtda o'zida deyapti. Bir vaqtda o'zida shu rollarni beryapti. Mana bu yerda o'shalarga mos odamlarni ro'yxatimi? Bu uje keyingi nimada mana shu darajadagi odamsan deyapti. Mana shu darajadagi odamsan deyapti. Misol uchun mana shu hammasi Jensen Huanglar haqiqiy bor odamlar va bo'lbanki bular Jensen Huang Nvidia'ni prezidenti. Nvidia degan o'sha chip nimalar ishlab chiqarishadi. $1 trillion oshib ketgan bularning kapitalizatsiyasi. Real odamlarni misol qilib keltiryapti. Shulardagi ishlaysan.
hammasi katta biznes nimalari. You must hop, bularni menimcha tanishtirib chiqishim shart bo'lmasa kerak. Tushundinglar? Qaysi sohani o'zini aniqladi. Ha, shunaqa. Men SEO uchun buni bergan, SEO uchun mana buni bergan, xullas hammasi taniqli nimalar. You must always balance. Balans saqlashliging har doim lozim bo'ladi deyapti. Kerakli nimalarning orasida balans saqlashligi lozim bo'lar ekan, deb ko'ramiz. Uzoq muddatli strategik ustunlik, operatsion mukammallik, moliyaviy barqarorlik, inson kapitalini rivojlantirish, innovatsiya qobiliyati, bozor raqobatbardoshligi. Mana shu yozilgan prompt, sizni promptingizdan ancha yaxshiroq. Tushundingiz-a? Buni qayerdan olib yozib berdi degansa, sizni istochniklaringizdan o'rganib, sizga nima prompt kerakligini bildi. Qani o'sha istochnikka qanaqa muhimligini. Bitta nima dedik? Uzoq innovatsiya raqobatbardoshlik. Tushundik, kompaniya haqida qisqacha beryapti. Revent arxitektor, biznes modeli engineering driven decision company. Injineriya va falon asoslangan, mana muhandislikka asoslangan dizayn kompaniyasi. Va sizlarni servisinglar. Arxitektura, BIM dizayni, strukturaviy dizayn, muhandislik dizayni, ishchi hujjatlari, qurilish qo'llab-quvvatlash, muallif dizaynlar tayyorlashtirish, ishlab chiqish bo'yicha konsalting. Yaxshi. Qarang, betga agar yana qo'shiladigan narsa bo'lsa, servisida qo'shib o'rganingiz yaxshi. Toki keyingi nimalarda yaxshi ishlasin. Misol uchun rekonstruksiya bormi sizlarda? Bor. O'shalarni qo'shish kerak. Nima xizmat bo'lsa, hammasini qo'shish kerak. Imkon qadar agarda ma'lum bir price bo'lsa, price ham qo'shgan yaxshiroq. Hop, core principle. Prinsiplar bitta. Asosiy tamoyil. Har bir yechim quyidagilar bo'lish kerak. Qurish mumkin, daromadli, kengaytirilgan, barqaror, o'lchab bo'ladigan. The company does not decision drawings. The company's principle. Kompaniya faqatgina dizaynni yaratmaydi. Kompaniya biznesga do'atda kompaniya chizmalar ishlab chiqmaydi. Kompaniya qurilishi, sotilishi, boshqarishi va muqoyaslanishi mumkin bo'lgan biznes aktivlarini yaratadi. Shunday to'g'rimi? Biz misol uchun arxitektura tomonidan qilsak, shunaqa kompaniyalar bor, biz bilan hamkor ishlaydi. Ular biznes nuqtai nazaridan qarashadi. Misol uchun mollo qiladigan bo'lsak, qayerda nima joylashtirganimiz ma'qul, o'shalarni hammasini birgalikda qilamiz. Ertaga ko'p mollarda shunaqa ko'p katta tarbiyaviy sentrlarda nima muammo bo'ladi, qurib qo'yadi-da oldin. Anaqa hamma anaqalarni kirgizadi, brendlarni kirgizadi, keyin ishlamaydi. Buni oldin mutaxassis ko'rib chiqish kerak bo'ladi-da. Keyin direkt anaqa qilishadi. Almashtirishadi keyin boshqatda. O'shani biz oldindan qilamiz. O'sha kerakli mutaxassislarni chaqiramiz-da. Ko'rib berilaring buni. Qayerga nima qilganimiz yaxshi, qayerga misol uchun eskalatordan joylashtirganimiz yaxshi. O'sha ham anaqa-da. Molni yurishiga olib keladi. Zo'r. Mana strategik mana bu joyda aytayotdiki, ultimate mission deyapti, ya'ni asosiy qiladigan missiyasi. Bu anaqani yaxshi missiya noto'g'ri tarjima bo'ldi. Insoniyatga arxitektura, muhandislik, qurish va innovatsiyalar orqali kelajakdagi muammolarni hal qilishga yordam berish ustuvor vazifalar. Iqlim o'zgarishi, boyagi sanalingan narsalar. Urbanizasiya har bir strategik shu. Yana mana oshirib yozib bersangiz, yana yaxshiroq tushunadi. Shunaqa. Hop, strategik o'ylashlik modeli. Har qanday so'rovga javob berishdan oldin har doim 5 ta qatlamni o'ylab ko'ring. Hozirgi voqelik, asosiy sabablar, strategik oqibatlar, amalga oshirish talablari, o'lchab bo'ladigan natijalar. Hech qachon tahlil qilishda to'xtamang. Har doim bajarishga intiling. Yaxshi. SEO mod. Yaxshi.
CEO sifatida harakat qilayotgan paytda deyapti, falon narsaga e'tibor bering deb aytyapti. Mana bosh direktor sifatida ishlayotganda quyidagilarga e'tibor qarating. Vizion, raqobat ustunligi, o'sish, bozor pozitsiyasi, yangi biznes modellari, kapitalni taqsimlash, strategik hamkorlik, innovatsiya, uzoq muddatli qiymat yaratish. Zo'r. Xullas, ajoyib bitta nima bo'ldi. Hammasini tahlil qilsak, menimcha ko'p vaqt ketib qoladi. Bu siqarmikin degan savol ham bor. Kopiya qilib ko'raylik. Mana shu promptning kuchli tomonlari. Bu promptda yana falon. Natijada strategiya yaratadi, OKR ishlab chiqadi, KPI yaratadi, tashkiliy tuzilmani optimallashtiradi, operatsion muammolarni topadi, o'sish ssenariylarini hisoblaydi, bo'limlar strategiyasini yaratadi, SEO dashbord ishlab chiqadi, SEO execution system quradi. Keyingi bosqichda men Revent uchun bundan ham kuchliroq falon operation system prompt 2.0 versiyasini ishlab chiqib bera olaman. Bu versiya kompaniyaning hammani ishlab chiqadi. Qani? Ishlab chiq. Transformation deb mana uni yangi qo'shdi. Marketing. Zo'r, mana shuni qo'yib ko'ramiz. Uni JSONga o'tkazish kerakmi, shartmi? JSONga o'tkazish shart emas. Sababi JSONda juda ham ko'p token ketib qoladi. Juda ko'p. Mana instruksiyaga shu promptni qo'ydik. Hop, endi global expansion. Ko'raylik, oxiri nima bilan tugadi. Yo'q, yaxshi. Growth and global expansion. Growth and global expansion. Ya'ni hamma nimani oldi sistem promptda. So'xayib qo'yganingizdan o'qimaydimi? Yo'q, nima qilyapti, yaxshi. Bo'ldi. Endi источникni yukladik. Yaxshi sistem prompt qo'ydik, lekin yaxshi doma zo'r emas. Sistem prompt ustida yana ishlash kerak. Nega? Sistem promptni agar sezgan bo'lsanglar, mana bu joyda berilgan ba'zi bir narsalar berilgan. Bu yaxshi emas. Nega yaxshi emas deb o'ylaysizlar? Bitta Hop, to'g'ri. Ikkita bir xil informatsiya dublikat bo'lib qolgan yana. Bu qisqa ma'lumotda, o'piy ma'lumot yo'q. Finansiy tomonlardan yo'q. Kerakli ma'lumotlar yana boshqa bor-da, strategiya. Yo'q, savolni tushunmadingiz, qarang. Savol nima bo'ldi? Mana bu joydagi ma'lumotlar sistem promptda yana dublikat bo'lib qolgan. Shu yaxshi emas deyapman. Bo'layotganlar shu o'zi dublikatligi yaxshi emas deyaptilar. Mantiqan to'g'ri, lekin nimaga yaxshi emas? Gallyutsinatsiya ketib qoladi. Yo'q, gallyutsinatsiya ketmaydi. Gallyutsinatsiya qachon ketadi? Bir-biriga qarama-qarshi ma'lumot bo'lsa yoki o'sha AI modelga tushunarsiz nimadir yozilsa. Ya'ni men hozir tushunib oldim, hammasi joyida. Tushunarsiz nimadir yozib tashlagansa. Lekin javobi oddiy. Sal o'ylaylik. Qiziq. Qaranglar. Sistem promptda yozilgan narsa bilan bu yerda yozilgan narsa takrorlanmasin degani, misol uchun bu yerda yozilgan narsa o'zgarib turishligi tabiiy normal holat. Misol uchun kompaniyani maqsadi o'zgarib qolishi mumkin, vision o'zgarib qolishi mumkin, yana falon uslubalar qo'shilishi mumkin, to'g'rimi? O'sha har qo'shilganda yengillanmaydi-yu. Tushuntira oldimmi? Hop. Yaxshi. Endi davom etamiz. Salom deymiz. Ha? Yaxshilarmikan deyman. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Revent bo'yicha yuklangan strategik hujjatlar, tashkiliy struktura, biznes model qatlamlari bilan tanishdim.
hozirgi ma'lumotlarga ko'ra kompaniya to'liq skillli arxitektura va engineering kompaniyasi 60 dan oshiq mutaxassisga ega. Shunaqamiz? BIM asosidagi loyihalarga yo'naltirilgan 2030-yilgacha xalqaro miqyosdagi falon maqsad qilgan. Missiyasi global muammolarga arxitektura va qurilish orqali innovatsion yechimlar yaratishdan iborat. Strategik ustuvorliklari, energiya samaradorligi falon. Mana quyidagi yo'nalishlardan birini tanlang. Ana menga endi deyapti CEO formatda ishlash uchun barcha asosiy kontekst mavjud deyapti. Ya'ni barcha asosiy kontekst mavjud. Men bu xursand bo'lganim, rostdan zo'r kontekst olib kelgansiz. Men ham xursand bo'ldim. Endi deyapti quyidagi yo'nalishlardan birini tanlang deyapti. Nima bo'yicha ketamiz deyapti. Kompaniya uchun SWOT analiz qilamizmi? Test analiz qilamizmi? Porter Besh Forces business model falon. KPI sistema quramizmi? AI transformatsiya strategiyasini quramizmi? Nima bo'yicha ketamiz deyapti. 2030-yil bo'yicha Revit Operation System barcha bo'limlar uchun CEO dashboard, KPI 3, OKR System, Revit qani sizga qaysi yo'nalish bo'yicha muammongiz borligini aytsangiz shu bo'yicha ketiladi. Mavjud strukturani tahlil qilib, ortiqcha lavozimlar ortiqcha yetishmayotgan lavozimlar ideal 2026 ideal falon strukturasi. Revit AI Transformation Roadmap, AI Decision, AI BM, AI Sales, AI Marketing. Bunga oxirroqda kelgan yaxshi. Agentlar bilan birga kelgan yaxshi. Revit Global Expansion Plan, Saudiya falon bozorlarga chiqish strategiyasi. Qaysi yo'nalishdan boshlaymiz? Men professional falon ishlab chiqaman deb yozgan. Qarang, o'sha sizni tushunyapti va sizni biznesingiz bo'yicha sizga javob qaytaryapti. Faqatgina salom deganning o'zida men aytmadim strategiya ishlab chiq, nima qilamiz demadim. Bu qanaqa yordam berishini yozib chiqyapti, mana shu bo'yicha yozib. Taklif qilyapti, mana shu bo'yicha menimcha nima qilsa yaxshi deb aytyapti. Hop, endi qaranglar. Oldingi darsda oxirida aytdim, esingizda qolmadimi? Yana muhim jihatlardan bittasi shuki, AI model bizga bergan kontekstdagi ba'zi bir narsaga tushunmagan bo'lishiga mumkin. Esingizda? Yoki bergan kontekstimizda bir-biriga qarama-qarshilik bor bo'lishiga mumkin. O'shalarni topishlik uchun oldin proyekt bilan, ya'ni AI model bilan yana bitta gaplashib olganimiz yaxshi. Keyinchalik gallyutsinatsiyaga ketmaslik uchun. Misol uchun aytamizki, hop. AI modelga rak xotira orqali AI modelga, ya'ni bunga savol beramiz. AI model. Misol uchun Zen AI model. Hop. Yuklanilgan hujjatlar rak xotiraga, mana shu rak xotirani qolsichiga olamiz. Sizning holda qaysi savollarni tushunmading deymiz. Tushunmading. Sen yuklangan hujjatlar. Agar hammasini tushundimsa yana ham yaxshi. Moliyaviy modelni tushunmadim deyapti. Mana qaranglar, bizga hozir moliyaviy model kerak emas. Strategik KPIlar anaqa emas deyapti. Bozor pozitsiyasi noma'lum. O'zbekistonning top nechinchi kompaniya, mana qaranglar, zo'r. Ya'ni bu yanada yaxshi ishlashligi uchun yetishmayotgan informatsiya. Asosiy raqobatchilari kim? Kimdan mijoz yutib olyapsiz? Kim sizdan mijoz olib ketmoqda? Qarang, bu ham kerakli narsa. Strategiya uchun juda muhim. Mana bu narsalar, mana tepada moliya dedik.
bir deymizda, misol uchun moliya uchun alohida proyekt qilaman deb yozaman. Bu ketdi. Ikkida strategik, ikkida misol uchun aytamanki, KPI ni birga ishlab chiqamiz deyman. Misol uchun. 3da endi bu xohlagan ma'lumotlarni beraman. Misol uchun 3 deymizda, buni o'zingizlar keyinchalik qila olishinglar uchun ko'rsatib beraman. Misol uchun konkurentlar .pdf fayliga deyman. Ya'ni biriktirdim istochnikka. Misol uchun fayliga shu savolga javobni biriktirdim. Misol uchun biriktirdim deyman. Mijoz portfeli ko'rinmayapti. Bilaman, developerlar, davlat investorlar, lekin bilmayman. Oxirgi 3 yilda nechta mijoz bo'lgan? Eng katta mijoz kim? Falon. Takroriy mijozda ulush qancha? Mana zo'r narsalar-da bular. Ha? Ajoyib savollar. Kerakli savol. Kerakli. Operatsion muammolar aniq emas. Struktura vazifalar juda batafsil yozilgan. Struktura. Lekin bugungi eng katta bottleneck qayerda? Ya'ni ish to'xtab qolgan joyi nimada? Bottleneck deb shuni aytadi. Misol uchun o'sha Blagovsem BB Farg'ona bilan gaplashganmiz. Sizlarda shu bottleneck nima desam, mijoz kelmasligimi, mijoz oqimi pastligimi desam, bizga mijoz umuman kerak emas. Bizda jarayon sekinlashib qolgan. Mijoz ko'p kutib qoladi, jarayon sekin. O'shani orqali nima qilishim kerak degandilar. Ya'ni hamma kompaniyada har xil bo'ladi. Kimgadir mijoz yetishmaydi, kimgadir tovari skladda qolib ketadi. Misol uchun-da, o'sha narsa nima bu yerda deyapti. Ya'ni muammoni ham alohida yozib kiritish kerak. Kutuv deb. Misol uchun muammo va kutuv degan PDF ochib, mana deb kiriting, yana yaxshi. Loyiha nega kechikadi? Qayta ishlash, rework foizi qancha? Qarang. Mijozlar eng ko'p nimadan norozi? Mana shularni bilmayman deyapti. AI va BIM yetuklik darajasi noma'lum. Strategik xatlarni BIM haqida yozilgan. Programmalar. Qarang, Revit BIM. Mashina misol uchun integratsiya qilsangiz, menimcha yana ham yaxshi ishlab bersa kerak deb o'ylayman. Bu nimaligini bilmayman zotan. Revit BIM degan narsalar ishim tushmagan. Bo'ladi ishlaymiz. Revit qo'shganmidingiz? Shu nimada bormidi? Yo'q, bo'tdi-yu endi. O'zi bilib yozadi. Anaqa BIM texnologiya yozilgan bo'lsa kerak. R&D haqiqiy holat noma'lum. Hozirda R&D mavjudmi? Patentlar bormi? Ilmiy hamkorlar kim? Xalqaro strategiya tushunarsiz. Misol uchun xalqaro strategiyani birga ishlab chiqamiz. Misol uchun Ukrainada urush bo'lyapti, biz chiqmoqchimiz deb qadama-qadam yechim bering, keyin gaplashamiz deyorsa ham bo'ladi ba'zi bir narsalarni. Lekin muhim kerak narsalar bor. Korporativ boshqaruv modeli to'liq emas. Qarorlar qanday qabul qilinadi? CEO founder vakolati qanday ajratilgan? Qarang, zo'r, mana shu kerakli narsalar. Ba'zi bir korxonalarda o'sha CEOmi, bosh direktormi yoki asoschimi qarorlar og'zaki qabul qilinadi. Ba'zi bir korxonalarda yo'q, faqat nima bilan? Xat hujjat bilan. Misol uchun-da, bu ham o'ta kerakli narsalar. Qarang, bir qator shu yozilingan promptimga proyektni ichidagi yetishmayotgan narsalarni chiqazib berdi. Eng kerakli joylari shunga e'tibor beringlar. Endi bu muhim savollarni top birinchisiga kiradi. Mana shu bergan savolim esingizda qolsin. Nimaga tushunmading degan narsa. Endi yana bir jihati bor. Rayxotiraga tayangan holatda bir-biriga qarama-qarshilik bo'lgan materiallar bormi yoki yo'qmi? Ya'ni biz kiritgan ma'lumotlarda davomimizda shu bir-biriga qarama-qarshi
kiritilgan. Ma'lumotda bir-biriga qarama-qarshilik bo'lgan materiallar bormi yoki yo'qmi? Nega bu savolni beramiz? Gallyutsinatsiya ketmasin. Keyinchalik. Yuklangan falonlarda strategik to'g'ridan to'g'ri konfliktlar ko'p emas, lekin bir nechta strategiya boshqaruv darajasidagi nomuvofiqliklar mavjud. Yuqori darajadagi strategik nomuvofiqlik, missiya tashkiliy struktura o'rtasidagi nomuvofiqlik, global muammolar, strategiyada ilm fan, xalqaro hamkorlik. Lekin 2023-yilda R&D departamenti yo'q. Innovatsion ofisi yo'q. Ya'ni nomuvofiqliklar deganda demak buni tushunibdi, lekin shularni birga ishlab chiqmoqchiman deb yozsak bo'ladi. Ya'ni qarama-qarshilik emas bu. Yaxshi. Strategik innovatsion. Global kompaniya maqsadi va lokal struktura, xalqaro loyihalar, global transformatsiya, international business. Ammo strukturada international business development, global partnerships, international marketing, export. Qarang. Strategiyada bor, mana shu gaplarda deyilyapti, lekin strukturada yo'q deyilyapti. Tushunasizmi? Yaxshi. SEO yuklamasi juda katta. Hamma mana shu narsalarga SEO qaralgan, to'g'ri tushunishim bo'yicha. Shu hammasi yuklamasi katta bo'lib ketgan deyapti. Zo'r mana. Ajoyib. Xullas, hozir to'g'ri tushunishlik uchun mana shuni yozib olishim kerak. AI model Revent biznesiga pronikad qildi, tushundi. Lekin yana maksimal ma'lumot berib kuchaytirib olsa bo'ladi. Bu uchinchisi, esingizda bo'lsa, shu kuni ham qildik. Rak xotiradagi ma'lumotlar bilan yozilgan sistem prompt bir-biriga qanchalik mos keladi. Bu hozir почти mos keladi. Bu 100% mos keladi. Nega desa o'zi yozib berdi. Ma'lumotlardan kelib chiqib o'zi yozib berdi. Hop, 4-inchisi rak xotiradagi promptga joylashtirishda ma'lumotlar tartib semantik strukturada to'g'ri saqlanganmi va model kontekstdagi ustuvor ma'lumotlarni ajrata oladimi? Ajrata oldimi? Ajrata oldi, yaxshi. Javoblardan shunday sezilib turibdi. Rak xotirasidagi ma'lumotlar hajmi tokenlar limitiga qanday ta'sir qiladi? Ma'lumotlar orasidagi modelni chaqirish mumkin bo'lgan shovq mavjud. Mana shu ham kerak. Hop. Limitiga ta'sir qiladi. Ma'lumotlar orasida mana shundan boshlaylik. Strategiya va tashkiliy strukturaning bir joyda saqlanishi. Strategiya hujjatda. Ya'ni qarang, bu yana boyiga qaytyapti. Strategiyada bunaqa deyilgan, lekin tashkiliy strukturada sal boshqacharoq kelyapti. Ya'ni bu yana kontekst injiniring, bir-biriga moslab chiqish kerak, ketma-ketlikda imkon qadar bitta faylga yozgan yana ham yaxshi rezultat beradi. Hujjat ichida kimyoviy strukturasi birga berilgan. Agar qatlamlar yaxshi ajratilmasa, biznes hozir mavjud deb o'ylashi mumkin. Hali mavjud emas deb o'ylashi mumkin. Bu klassik lavozim tafsirlari. Mana qarang. Keyin bizga bergan strukturada falon narsa deyilgan. Ya'ni CEO bor, studio rahbari bor, proyekt menejerlar bor. Bu hozir ishlab turibdimi? Shunaqami deyapti? Yoki kelajakda shunaqa bo'lishi kerakmi deyapti? Tushuntiradimi? O'shalarni ham kiritib o'tishga yaxshi. Ya'ni savol javob qilib, nima qilganingiz yaxshi. Zo'r. Baholar ishlar. Tamam. Mana.
qarang, savol sizlarga. Boydan beri rag deyapmiz. Rag nimaligini kim aytib beradi? Oldingi darsda ham o'tdi, undan oldingi darsda ham rag bilan tanishtirdim. Rak o'zini ichidagi xotiralardan foydalangan holatda. Ya'ni sal O'ziga biriktirilgan anaqa o'sha ma'lumotlardan o'sha orqali ishlab chiqadi-da, anaqa fikrlashni. Boshqa xotira bu internetdan oladi. Tashqi xotira. Rak u ichki xotira. Ya'ni ichki deganda ko'pchilik nima qiladi? Ichki deganda misol uchun biz yukladik. Bizi uchun u ichki. AI model uchun u tashqaridan kelyapti-da. O'shaning uchun oldin servisida bo'lsa rak nima desam, tashqi xotira deb yozdi. O'sha biriktirilgan fayllardan olingan ma'lumotlar, ne? Xo'p. Endi qaranglar yana. Rak xotiradagi moliyaviy operatsion tahlil. Bu hozir prompt ishlamaydi bu. Bu bizda yo'q. Bu ma'lumotlar bizda yo'q. Hop. Rak xotiradagi moliyaviy va operatsion ma'lumotlarni tahlil qilib, biznes ommalarni o'stirish mumkin bo'lgan yagona asosiy omilni, ya'ni Arximed tayanch nuqtasini aniqlab ber. Moliyaviy olib tashlash kerak, operatsion qolish kerak endi. Shunaqa qilsa ham. Hozir moliyaviy yo'q. To'g'ri. Arximed tayanch nuqtasini oldingizlar gaplashuvdik sizlar bilan. Yo'q. Tayanch nuqtasini topib ber, dunyoni ag'darib yuboraman. Xo'p. Ket. Mana Revent haqida yuklangan strategik hujjatlar, tashkiliy model, marketing, marketing kompaniyani birgalikda tahlil qildim. Ular o'stirdi Arximed tayanch nuqtasi. Developerlar uchun takrorlanadigan loyihalash platformasiga aylanish kerak. To'xtang, mana shu siz qanaqa tushundingiz? Takrorlanadigan loyiha quruvchilar uchun qayta-qayta kelib proyekt qildirish. Ya'ni misol uchun bir marta qildirib boshqa keyingisi boshqa davlat kompaniyasi bilan qilmasdan o'sha takroriy kelaversin sanga. Misol uchun korzinkani misol uchun loyihalanish ustubi bir xil deyarli. Shunga o'xshagan seriyniy nimaga tushib olgan deyapti-da nazarimda. Unaqa ham bo'lishi mumkin hozir. Bir xillik bilmayapmiz. Arxitekturada bir xillik nima anaqa bo'lsa kerak. Nega aynan shu hujjatlar? Hozirgi biznes modeli individual loyiha topshirish, yangi mijoz qidirish. Yangi loyiha, yangi fikrlash, yangi koordinatsiya, yangi nazorat talab qiladi. 10x o'stiradigan masala developer, Revent System, standartlashtirilgan delivery engine, 10 ta loyiha, 100 ta loyiha. Bu yerda odamlar emas, tizim ishlaydi. Hujjatlarda bunga ishoralar bor. Qaysi xizmat emas? Bu xullas bu narsalar o'stirmaydi deyapti, lekin mana bu narsa o'stiradi deyapti. Aytaylik, shu joyini chuqurroq sharhla deyman. Sharhla. Ya'ni nima bizani biznesimizni o'stiradi va deyman va qadam yechim ber deyman. Loyiha ishlab chiqarish tizimini ishlab chiqaradigan kompaniya. Loyiha ishlab chiqaradigan emas, loyiha ishlab chiqarish tizimini ishlab chiqaradigan kompaniya. Bugungi biznes falan masalan developer keladi, 9 qavatli, 16 qavatli savdo markasi buyurtma berasiz. Texnik topshiriq olasiz.
plan qilasiz, fasad qilasiz, topshirasiz, keyin hammasi boshdan boshlanadi. Bu modelda o'sish formulasi, ko'proq loyiha, ko'proq odam, ko'proq xarajat. Nima uchun mingta loyiha imkonsiz hozir? Har loyiha uchun PM o'ylaydi, arxitektor o'ylaydi, QA tekshiradi, rahbar tekshiradi. Tiraj chiqariladi aytdik-ku loyihani. Bilim odamlarning boshida. Agar 10 ta PM bo'lsa, 10 PM quvadi. Amazon modeli. Har buyurtma uchun direktor qaror qilmaydi, tizim qaror qiladi. Mutaxassis qaror natija. Standart tizim. Standart proyekt deyiladi, standart. Bir xil proyekt bo'lsin. Bu qanaqa bo'lishini tushundingizmi? Sizlarga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Agar to'g'ri kelmasa, biza yozish kerak. Biza bir xillikdan qochamiz. Har xillikga mo'ljallangan deb yozsangiz, shu bo'yicha nima qilib beradi. Lekin bu o'sha tizim qurgan deb aytyapti. Tizim bilan aralashtirib olish kerak. Misol uchun bu nima demoqchiman, taxminan tushundim. Misol uchun domlaga bundoq qarasangiz, Golden House'ligi sezilib turadi. Anaqasi boshqacha bo'lsa ham, mayda, arxitekturasi boshqacha bo'lsa ham, mana shu Golden House qurgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi odam. Mana shuni o'ylab turdim, Zaxarov degan arxitektor bo'lganda, o'sha stili bor o'zi. Bundoq qaraganingizda o'zi stilni bilasiz-da, yani. Falanchi stili. Kimga tegishligini biladi. Xuddi shunaqa narsa qilgan bo'ladida, o'zi alohida bitta vizitka qilib olish kerak. Ko'chirgan. Zo'r. Yaxshi. Mana qani shuncha javoblar berdi. Ajoyib. Mana boshqani qilsam, mana попробовать biznes. Bu hozir menda tekin versiyasi. Tekin versiyasida GPT-5 oxirgi modeli hozir mana shu nimagacha ishladi. Hozir endi sal pastroq model ishlayapti. Lekin o'shanda ham yaxshilab javob beradi. GPT-5 ishladi shu joygacha. Bundan buyog'i bitta model pastga tushadi. To'g'ri. Mana biznesni sekinlashtirayotgan ichki jarayonlarda yashirin to'siqlarni topgan dedim. Va strategiya tuzdim. Endi qarang. Limit polniy tugadi. Mana shu joyini ham ko'rsatmoqchi edim. Zo'r javob berdi. Xo'p, endi bu yerga misol uchun yozsam, salom desam, mana shu joyga e'tibor beraylik, yuborib bo'lmaydi. Men bilan gaplashmoqchi bo'lsak, 8dan 3 minut o'tganda kelgan. Xabar yozaman natida. Xo'p, получить бесплатный парад. Xullas, pro sotib olgan demoqchi. Xo'p. Bu nega bunaqa hozir tez tugab qoldi deyilsa, proyektni ichiga yuklanilgan ma'lumotlarga ham token ketdi. Biz kiritgan sistem promptga ham token ketdi. Har bitta savol berganingizda o'sha ma'lumotlarni yana ko'rib chiqib, shunaqa. Shunga qarab javob berib, tokenlar tugadi. Endi misol uchun ishlatib ko'rmoqchisizlar. Testoviy rejimga deylik. GPT'da tez mana shunaqa to'lib qolaveradi. Pro versiyasini kimdir olgisi keladi, kimdir olgisi kelmaydi. Shuning uchun bitta yana alohida yechim bor. Queuing chat. Queuing chatda proyekt qilinsa limit to'lmaydi. Queuing chat Alibabaning nimasi, produkti, hatto Queuing chatda pul to'laydigan joyi ham yo'q. Pro versiyani sotib oladigan joyi ham yo'q. javob berish anaqasi qanaqa sifati bunda? Xo'p, yaxshi savol. Javob berish sifati GPTnikidan qolishmaydi. Hatto o'zbek tilida GPTdan yaxshiroq ham gaplashadi.
Ya'ni GPTda sezilib turadi robotligi. Bunda ancha yaxshiroq. Chunki GPT ko'proq o'sha birinchi darsda aytgandim, Amerika, Yevropa tarafdagi ma'lumotlar bilan train bo'lgan. O'zbek tilidagi ma'lumotlar ancha kam. Chunki Amerikaniki. Keyin bo'lsa Osiyoniki, ya'ni Xitoyniki. Osiyodagi ma'lumotlar bilan bo'lmaki O'zbekistondagi ma'lumot, o'zbek segmentidagi ma'lumotlar bilan ham yaxshi train bo'lgan. Hop, mana bu joyda e'tibor beringlar. Qwin 3.7 Plus emas, Qwin 3.7 Max tanlasanglar ancha aqlli. Yaxshi ishlaydi. Bunda ham shu proyekt yasashli mantig'i bir xil. Misol uchun After AI misol olaman. O'zi buni qo'ymasa ham bo'ladi-yu. Mayli, mana shuni qo'yib qo'yara qolaylik. Расширенные настройки, память. Только для проекта, misol uchun. И bitta cheklovi bor. 1000 tagacha bo'lgan sistem promptni joylay olamiz. 1000 ta belgi. Fayllarni ham 5 tagacha yuklay olamiz. Shu bepulligi uchun-da. ChatGPTda 20 tagacha. Teganadi. O'zi umuman 20 tagacha joylay olasiz, faqat ana token, ya'ni shu nimasi tez kelib qoladi. Hop. Misol proyekt qilib bemalol ishlasa bo'ladi bunda ham. Bunda to'lib qolmaydi. Nimasi? Bu nimaga yaxshi? Boshlang'ichga zo'r. Boshlang'ichga zo'r deganim, hozir mana o'zi bizda ChatGPT yuklagan hujjatimiz ham 5 ta bo'lmadi, 4 tami bo'ldi. Lekin o'sha hujjatning ichiga yana o'zi mana 5 ta hujjatni ham bitta papkaga yig'ib, MD qilib, misol uchun, mana shu yerga yuklasak bitta bo'ladi. Necha megabaytgacha qoladi? Limiti bor? Adashmasam bir 50 megabaytgacha edi unda. Xullas bemalol nimaga yetadi demoqchiman. Hozir shuni o'ylayapsiz. Hamma 5 tami, 10 tami hozir bitta fayl qilib bitta yuklasa. Megabayt limiti bormikin deyapsizmi? Megabayt ham bemalol. Shu MD da bo'lib hamki nima bo'ladi? Megabayt kamroq bo'ladi PDF ga qaraganda. Xo'p. Boshlang'ichga yaxshi deyotganim shu sistem promptni ham test qilib olgani yaxshi. O'zimdan proyektni ishlatib ko'rishlik uchun yaxshi. Buni ChatGPTda bo'lsa, endi yozishni tempga tushib olaman siz, tugab qolaveradi. Xo'p, sizlarda nima yengillar? Anaqa kontekst yasoldinglarmi? Sistem prompt yozdinglarmi? Ko'rib berardim. Sistem promptni qo'yib. Qani yuboringlar. Mayli.
Ya bu yerda siz system prompt yozmagansiz-ku. Bu yerda siz faqat shu kontekstni beryapsiz. Tushunyapsizmi? System prompt nima degani? Sizligini tashlab turib shunga o'xshashroq qilib bergan edim. O'zi ma'nodan Hop, yo'q qarang, bu kontekst uchun yaxshi. Kontekst uchun yaxshi. Yomon emas. Lekin men so'ragan narsa system prompt. Mana hozir GPT nega bunaqa zo'r ishladi hozir? Chunki mana bu joyga system prompt yuklanadi. Mana. Ishlabdi, yana ko'raylik. Siz virtual direktorlarning kengashi, operatsion direktor, moliyaviy direktor va bosh moliyaviy direktor sifatida harakat qilyapsiz deb boshlandi. Asosiy missiyangiz falon asosiy maqsad xalqaro miqyosga olib chiqish falon. Ya'ni shunaqa ishlagan, shunaqa strategiya bo'yicha menga foyda bergan degan sistem prompt kerak. Kontekst yaxshi, yomon emas. Xatolari bor. Lekin shuni ishlatib beradigan bitta mexanizm, sistem prompt yozishingiz kerak edi. Hozir yoza olasizmi? Hozir biz nima ish qildik? Siz bor edingiz, keldingiz. Hamma ma'lumotni yukladingiz-da. Keyin nima dedik? o'ziga yuklangan narsaga so'rab oldik. Mana qarang, hozir ko'rsataman sizga. GPTga yuklab mana strategik tizim prompti. Manbalarni chuqur tahlil qilgan holda super sistem prompt yozib ber. Sistem promptning vazifasi kompaniyaning strategik boshqaruv jarayonida professional CEO va tajribali CEO sifatida fikrlab, kompaniyaning strategiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish. Mana shu narsa sizga ham tushadi. Siz hozir proyektga o'zingiz manbangizni yuklaysiz va shu promptni kiritsangiz, sizga mana bunaqangi sistem prompt ishlab beradi. Tushunasizmi? Ibrohimjon, sizda nima bor? Menda azmi o'zgarish qildim. O'zi bilan tekshirganimizda. O'tgan qilganmiz. Hop. Qanaqa tushdi mana keyin 8,5 qarang, sistem prompt haqida gap ketyaptimi hozir? Yo, kontekst haqida. O'zi общий so'radimda. Qanaqa yaxshi bo'ladi? Kontekstga qo'shimchalar qilish so'radi. Sistem promptga ham sistem promptni deyarli o'zgarmadi. Kontekstga azmi qo'shdim. Sistem prompt oxirgi tashuvda darsdan ketishdan oldin o'shanda deyarli o'shanda qoldi. Shuningdek qo'shim kerak ekan. Ana so'lib qolmaslik uchun. O'zi uyda qilganingizni to'lib qoldimi? Shunaqa bo'ldi? Nima qildim? Ha, o'zi kechib yurdim. To'lib qoldim o'shanda? O'shanda o'zi ko'p ketdi. 8gacha berdi. Birinchi keyin bir pas turdi-da unaqa. Yana bitta ko'rib ishlab ketdi. Keyin 8,5gacha turib qo'ydi 800gacha. Yaxshi. Javoblarda lekin yaxshi deb o'tuvdi. Mavzular hamma yozib chiqdim-da. Keyin muammo qaysi bitta muammo hali yozmasimdan turib mana shunaqa risklar bo'lishi mumkin deb bor hozirgi muammoni yozib chiqaryapti. O'zi ana qila olasiz-da, to'g'ri? Ichiga kira olasiz. Nima haqida gap ketyapti? Nima kerak bizga? Yaxshi, zo'r. Axir sizda-chi, yaxshimi? Yaxshi. Kontekst ustida ishlayapman. Zo'r. Zo'r. O'ziga
Farg'oy, keyin mana bu nimangizga javoblarni ham yuklab olgansiz. Bu normal holat emas. Shunaqa bo'ldimi? O'zini bergan javobini olib yuklab olgansiz. Man javobini yukladim to'g'ri. Endi qo'yganimda savol bergandan keyin javob berib o'shani yetkazib bergan lozim. Qarang, Somsa biznesi uchun boshqaruv va operatsion strategiya deyapsiz. Hozir siz bu yerda strategiyani beryapsizmi? Ya'ni mana shunaqa bo'lsin deb yoki hali strategiyangiz yo'q, strategiya ishlab chiqmoqchimisiz? Ishlab chiqmoqchi bo'lsangiz, nega operatsion strategiya deyapsiz? Bu faylning nomlanishi. Mana bu mashqni o'zida xato. Tushuntira oldimmi? Bu ketdi. Hop, Somsa biznesi uchun boshqaruv. Hop, qarang. Bu yerda boshqaruv emas, men sizga aytaman. Somsa biznesidagi kontekst, ya'ni Somsa biznesi haqida ma'lumotlar bu yerda, to'g'rimi? Yo, noto'g'ri aytyapman. Misol uchun, hop, bu hozir kerak emas bizga. Shu 5 filial Somsa biznes professional darajada boshqaradi. Yo'q, bu hujjat bizga boshqarish, nazorat qilish, tizimlashtirish uchun ishlab chiqmadik buni. Biz proyektni professional darajada boshqarish, nazorat qilish, tizimlashtirish uchun ishlab chiqamiz proyektni. Lekin proyektning ichidagi kontekst proyekt yaxshi ishlashligi uchun. Shuning uchun bu noto'g'ri. Hozirgi feedbackimni tushundingizmi, tushunmadingizmi? Yo'q. Tushunmadingiz-a? Qarang, Farg'oyga tushunmasangiz, qayta so'rang. O'shaning uchun men bu yerdaman. Ushbu hujjat, mana shu hujjat 5 ta filialli Somsa biznesini professional darajada boshqarish, nazorat qilish va tizimlashtirish uchun ishlab chiqilgan deb yozilgan. Lekin u uchun ishlab chiqilmagan. Bu hujjat 5 ta filialli Somsa biznesini proyektni ichiga to'laqonli integratsiya qilishlik uchun ishlab chiqilgan. Bizning maqsadimiz shu ma'lumotlar, hujjatdan foydalanib biznesni proyektga integratsiya qilishlik. Endi proyektning maqsadi bo'lsa, professional darajada boshqarish. U proyekt ishi, hujjatning ishi emas. Hujjat bu ishni qila olmaydi. Chunki hujjat AI emas. Tushundingiz endi? Endi o'chirib tashlaylik buni. Ya'ni kerak emas musorlardan tozalayapmiz. Hop. Strategik qatlam 5 ta filial. Bu yaxshi. Bitta asosiy filial, 4 ta ikkita filial saqlash, asosiy mahsulot go'shtlik Somsa. Yaxshi. Bu zo'r, to'g'ri. Kuchli tomonlar, birinchi filial bozor tanilgan, mijoz oqim bor, mahsulot standartlashgan, Somsa tan narxi hisoblangan. Qarang, Somsani tan narxi hisoblanishligi bu kuchli tomonga kirmaydi. Olib tashlaymiz, kerak emas bu. Mahsulot standartlashgan. Undan ko'ra mahsulotni bozorda o'z o'rni va o'z nomi bor desangiz yaxshiroq. Uni o'zingiz to'g'rilaysiz. IECO tizimi mavjud. Ya'ni shu kafening ichidagi o'sha restoran boshqarish uchun tizim, to'g'rimi? Mayli, bu ham tura qolsin. Ekzekut nazorat mavjud. Mayli, bu ham tura qolsin. Hop. Tan narxi degansiz, sotuvi qancha? Sotuv narxi bu. Deb sotilgan narx tan narxi. Hop, sotuv narxi qancha? 13 ming. 13 ming. O'shani ham yozib o'tganingiz yaxshiroq. O'sha savollarga javob berib keyin qildim. Mayli, qo'lroq qolsin. Asosiy muammolar. Nazorat usul. Harakat datchigi bor ekan-da buni. Yoki ovoz deymi? Yaxshi. Hop. Nazorat usulligi. Bu nima degani? Food cost leakage. Bu tushunmagan narsangizni olib tashlang.
kassadagi farqlar. Nimasi bu yerda muammo kassadagi farq? Men tushunmadim. Olib chiqmasligi. Ha, unda to'liqroq yozing. Misol uchun kassadagi farqlar. Misol uchun birinchi to'shkaz bilan ikkinchi to'shkazni 1 million 2 million savdo qilishligi muammomi deb o'yladim men. Tushundingizmi? Men tushunmadim, EAku umuman tushunmaydi. Tushuntira oldimmi? O'shani qo'lingizda yozing. Kassani to'g'ri chiqmasligi. Ya'ni bo'lgan sotuvlar bilan kassadagi pulni nomutanoslibligi deb yozasiz. Xodimlar nazoratining yo'qligi. Mana demand forecasting nima bu? Bilasiz? Bilmasangiz olib tashlaymiz. Ya'ni Farruxga qarang, sizga yana tushuntiraman. Proyekt maksimal foyda berib ishlashlik uchun maksimal to'g'ri va toza informatsiya bilan EA'ni boqish kerak. Tushuntira oldimmi? Mahsulot hisobining noto'g'ri yurishi. Bu nima degani? Mahsulot hisobi noto'g'ri yurishi, ya'ni berilgan mahsulotni hisobidan noto'g'ri yurishi. Mana shuni batafsilroq yozish kerak. Minus chiqishlari, bu kassani aytdim buni olib tashlang. Yetkazib berish nazorati, ya'ni yetkazib berish xizmatimiz yo'q deng. Misol uchun nazorati demangda. Hozir bular o'zgartirmayman, o'zi o'zgartirib ketasiz. Muhimi tushunyapsiz, xatida xato bo'ldi. Operatsion qatlami. Kompaniya qanday ishlashi? Kassaning harfi oshiriladi. Bu ham o'zi nima emas. Mayli, qo'lroq qolsin. Kundalik nazorat ishlari, prihod tekshirish qilish. Hop. Food cost risklari. Nima degani bu? Bilasiz, cost mana bir har bir noma'lumlik, mavhumlik bu shovqin degani. Ya'ni gallyutsinatsiyaga ketishligi mumkin degani. Operatsion risklar kassadagi farq, yetkazib berish filiallar o'rtasidagi farqi. Buni yana takrorlayman. Bu normal holat emas. Kassadagi farqlar. Kunlik kassa farqi. Plus ham chiqadi, minus ham chiqadi. O'rtacha farq. Mayli, bu ham qo'lroq qolsin. Tijorat qatlami. Pul ishlash va savdo tizimi. Asosiy daromad katta asosiy filial. Suz ishlayotgan. Rasvod baland, foyda past. Katta marketing. Yaxshi. Bilim bazasi qatlami. Bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar har kuni filial tushumi. Hozir bu narsani bilish shart emas shekilli. Filial ranking. Mana hop, hozir o'zgartiring degan joyim shu 100-qatorgacha to'g'irlab chiqingda. Yana qo'shimcha ma'lumotlar berib, keyin qaytib yuborsangiz, yana davomini nima qilamiz? Feedback beramiz. Hop, Ibrohim aka, sizga men bu nimani yuborib qo'yaman. Qanaqani sistem promptni. Hozir mana ishlatdik-ku. Hop. Mana shu hamma istochniklarni, manbalarni yuklab, bitta ishlatib ko'ring o'zingiz. Hozir ham istochnik manbalar bor-ku. Shularni ham bitta qayta ko'rib chiqib, optimallashtirish harakati qilib o'tirdim hozir. Shularni bir-biriga hozir aytayotganingizdek unda ham bir xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin-da. Strategiya bilan anaqada. Konsept. Tushundim. Bo'lmasa mashina nima qilsangiz bo'ladi? Yangi chat ochib, fayllarni yuklab, hammasini bitta fayl qilib bergan. Ketma-ketlikda yozib, siz bitta nima qilib beradi o'zi. Shunda kakras bitta nima bo'lar ekan. Ya'ni muhimi bularni bitta ishlagan proyekt bilan ketaylik demoqchiman-da. Qanaqa tashladingiz hozir? Men sistem promptini tashladim.
Sistem promptini boya aytib betiga qaraydigan joyi bor. 100% mukammal sistem prompt demayman. Anaqa источник ichki ma'lumotlarni ham olib yozilganda. Hozir anaqa qilmoqchiman-da, men kecha yozgan sistem promptim bor edi. O'sha bilan bir-biriga anaqa qilmoqchiman. Bu yerda ham kerakli ma'lumotlar bor edi-da. Bu faqat shu bizga bor ma'lumotni ko'rib chiqdi-yu, bizga общий boshqa bundan keyin ham ma'lumot qo'shadigan ma'lumotlarimizga qarab ham ishlash kerak bo'lib qoladi. Qanaqani ham ko'rsatib beraman dedingiz. Notebook LM da. Bu qanaqa narsa, nima ishlaydi? Notebook LM. Kamida yarim soat 40 minut o'tiriladigan mavzuda. Yarim soat.
Bu poliz. Qaraga o'xshatdi. Bunaqa yozayotganingizni anaqaga xabar beringlar. So'rovni anaqa Ha, bitta Ajoyib. bilan o'zi. u nimagadir ishlaydimi yo Eskitdan har bittasida shunaqa qolsa. Ana. Odat o'zimni eski odat. U AI chiqmasdan oldin odatim bor. Bormi? Ha. Men o'ylab qolaman balki qanaqadir Ha, yo. nimadir tushunadimi shunda. Unda yo'q lekin. Lekin ana ba'zi bir so'zlarni ketma-ketligini almashtirishligim bor narsa. Ya'ni savol mantiqiy va semantik jihatdan to'g'ri tuzilishi kerak. Shunaqa. Chunki ani tarjima qilayotganda ham noto'g'ri aniq borishi mumkin. Shunaqa. Ularni zo'r qilib olib kelib lekin bora. Bugun mazaq dars. Bular hammasi bitta MD fayl qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bularga aytdim-ku, qanaqadir kichkina bir yo programma yo anaqa sayt qilmoqchiman-da. O'sha men anaqa proyektlarni boshqarish uchun. Proyektlarni boshqarish yerda bolalarga zadaniya berib, har bittasini shu Bittrex yoki Trelloga o'xshagan anaqa bo'ladi. No, o'zimiz uchun ishlangan bo'ladi-da. O'shani nimada qilganim yaxshi aniq. Hozir kecha bitta anaqa sayt ko'rib qoldim. Sayt anaqa qilib berar ekan u ham, sayt yasab berar ekan-da. O'zi AI ekan lekin. O'zi AI edi, men unga prompt berdim. O'sha prompt orqali menga sayt yasab berdi. Hop. Qarang. Shu narsa juda xos zarurmi? Darslik strukturamizda bor. Bu narsani o'tamiz. Bo'lib hamki полноценный proyekt yasa olasiz o'zingiz. AI to'g'ri prompt berib. Agar zarur zarurli nima, срочный emas desangiz, bemalol, ya'ni sizni proyektingiz misolida ko'rsatib qo'yaman shunaqa. Bo'ladi. Shunaqa qilsa, menimcha qiziqroq, foydaliroq bo'lsa kerak. Aniq sizga ko'rsatdim o'zi, Excelda ishlab chiqdim, lekin unda vaqtim ko'p ketib qolyapti. O'zgartirib chiqishga, buni o'zgartirib chiqishga bo'lmasa har bitta bolaga o'zini alohida ko'rinadigan qismini olib berishim kerak bo'ladi, uni silka qilib. O'shanaqa ko'rdimda, qarasam juda maydalashib ketyapti. Agar bitta sayt bo'lsa-da, o'sha saytga kerakli xodim o'zini ishi, masalan, 4 ta 5 ta ish berilsa, o'sha ishni o'zini ko'rib, o'sha ishga ma'lumotlar berilsa, o'sha proyekt ichidan olsa-da hamma narsani. Tushundim. Men o'zi dasturchiman dedim. O'sha qaytadan dasturchilik nimasini maza qilib qiziqib o'taman. Siz aytayotgan narsa dasturchilikga berilsa kamida 10 mingga qilib beradi. Kamida 10 mingga qilib beradi. Nima demoqchimangiz tushundim. Ular ham shu o'zini akkauntidan kiradi. O'sha nimada topshir deydi. Tushundim. Keyingisiga o'tadi. Buning uchun qilsa bo'ladi. Necha marta shu Google Sheets'da nimadir qilaman deb boshida ishlataman, keyin qolib turadi. Boshida ishlataman, qolib turadi-da. Ya'ni keyingi proyekt qo'yish esdan chiqib ketib qoladi. Keyingi proyekt
uyga vazifa nima qilamiz? GPTda mana shu proyektni tugatib kelish, super sistem prompt yozilmasin, ya'ni oddiy bo'lmasin, maksimal kontekst berish. Mana misol uchun Ibrohim akada tugadi proyekt, lekin 1.0 bo'lib tugadida, ya'ni boshlang'ich etapi. Bu sistem promptini ustida ishlab yana ham yaxshilattirsa bo'ladi va yana aytganimizdek kontekst bilan ham yana ishlab yanada yaxshilasa bo'ladi proyektda. Xo'p, endi bu birinchisi. Keyin Q&A'da proyektni dublikat qilish dedim. Dublikat qilish deganda xuddi shuni yana Q&A'ga ham qilinglar. Q&A'da ham gaplashib ko'ringlar. U ham aqlli model. Misol uchun Amerikada top 2 tada birinchisi misol uchun Gemini bilan GPT tursa, Xitoyda DeepSeek bilan Qwen turadi. Topida. DeepSeek yaxshimi? DeepSeek ham yaxshi. DeepSeek ham yaxshi, Qwen ham yaxshi demoqchiman-da. Shu DeepSeek uровеньidagi AI model, aqlliligi yaxshi. Shuning uchun Qwen'da ham shu proyektni dublikat qilib ishlatib ko'ringlar. Shu limit to'lib qolmaydi, mutlaqo bepul. Keyin javoblari ham yaxshi. Yaxshi javob beradi. Men o'zim shu Qwen chatda bitta mushukchilar degan nimani qilganman, proyektini tezisini qilganman. 2025-yilda 17-dekabrda boshlanilgan ekan. Xullas, sal qolgan mana shunga nimaga o'tib ketib qolishimga. Qwen chatga. Juda yaxshi qilib bergan chunki. 16 soatlab gaplashib o'tirardim. Bu paytda hali nima chiqmagan edi. Max'i plusda qilganman, lekin hozir mana Max'da yaxshi ishlaydi. Bunga ham yana e'tibor beringlar. Mishleni yoqib tursin. Ya'ni o'ylab keyin javob beradi. Xo'p, yaxshi. Bugungi dars bo'yicha savollar yo'qmi bizda? Agentda qachonsiz? Agent. Dasturlashdan keyin yasaymiz. Chunki Claude'da oldin kod yozishni ko'ramiz-da. Odatda proyekt qilib ko'ramiz. Keyin Claude'da agent yasaymiz, xudo xohlasa. Dasturlash qismidan keyin bo'ladi. Bugun o'zi notebook element bermoqchi edim. Lekin yomon dars bo'lmadi nazarimda. Xudo xohlasa keyingi dars notebook element beraman. Bu ham ajoyib qiziq mavzu. Shunga kelishni tavsiya beriladi. Yaxshi, video zapisni